Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, do'stlar, Mebel kanalimiz doimiy obunachilari. Bugun sizlarga sonliq javonlarda olamiga yetib kelganmiz. Andijonda yangi ochilgan mebel markazi. G bo'limiga kelasizlar, mana ro'paradan kiraverishinglarda mana shu joyda eslab qolinglar. Xohlasa birinchi qo'l optim ishlab chiqarish joyi. Do'stlar, bu joyda juda ham yangiliklar ko'p. Xohlovchilarga turetskiy high-tech fasollar, xohlovchilarga akrildan, xohlovchilarga MDFdan, xohlovchilarga mana do'stlar aytib o'tyapmiz, turetskiy high-tech fasollarimiz yangiliklari ham bor. Xohlovchilarga mana 4 talik, agar sizlarga 4 talik variantida kerak bo'lsa, 4 taliklari bor. 3 talik kerak desalar, 3 taliklari bor. Akrildan kerak desalar, akriliklari ham bor. Xudo xolasa bugungi video azorimiz hammaga birdek manfaatli, foydali bo'ladi. Shuning uchun iloji boricha ushbu videomizga like bosib, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ysanglar, biz sizlar uchun harakatdamiz. Shu kanalimiz obunachilari uchun, xalqimiz uchun harakatdamiz, izlanishdamiz. Bu joyda agar sizlarga oyoq kiyim qo'yadigan podstavkalar kerak bo'lsa, shu joydan topsanglar bo'ladi. Xudo xolasa bugungi video obzorimizni boshlasak ham bo'ladi. Sizlarga maroqli hordiq tilaymiz. Agar sizlar tayyor bo'lsanglar do'stlar, biz videorolikimizni ustani o'zi bilan birgalikda davom ettiramiz. Do'stlar, usta Ne'matullo aka, Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Sizlar? Ne'matullo aka, hozirgi joyimiz yangi ochilgan mebel markazida. Sex qayerdagi? 80 metrli, Andijon shahar 80 metrli joylashgan. Dastlabkilarimiz qanday bo'ladi? Shahar ichi xudo xolasa tekin, uzog'iga ham sol yarmi pulini qilib beraman. Xullas, sabab imkoni bor aka. Imkoni bor. Sabab sonlig'imiz sotilsa bo'ldi. Chiroyli holatda yengillashtirib beramiz xaridorlarga. O'zi bo'lsa, xalqi bo'lsa, xalq qilsin aka. Xudo xolasa inshaalloh. Gap yo'q. Keling, birinchi shu turetskiy high-tech fasollardan boshlasak. Ularda razmerlar aka, xomashyosi, narxi haqida ma'lumot. Ularda razmerlari bor. Sondig'i 120 ko'rpani razmerida bo'ladi. To'shak radionlari 90 lik bo'ladi. Xullas 3 tasi bir bo'ladi, troyka bo'ladi. 2 ta bolasi oldiga ochiladi, 2 ta bolasi mana. 2 ta bolasi ochiladi, bitta enasi tepaga ochiladi. Bu ham zakasiga qarab, xolasa enasini ham oldiga ochib beraveramiz. Bular hozir ena bola bular. 3 tali, ha. Guli har xil gulda bor. Guli 15 xil, 20 xil gulda bor. Xudo xolasa oladiganlar bo'lsa, aloqa etsa, men Telegramdan rasmlarni tashlayman. Hozir bu yerda aka 3 xil fason turibdi-kani. Tepadagi boshqacha, o'rta boshqacha, past bo'lash, ha. Hammasi krashini endi. Ashlaqa, eng oxirgi fason turetskiy fason bo'ladi. Hozir aka buni gullarda farq qilyapti, narxga ta'sir qiladimi? Yo'q. Aytayapman, guli bir 20 xil guli bor. Tanlagan gulingizni narxi bir xil bo'ladi. Xo'p, bu turetskiylarimizni narxi necha pul chiqadi? Uchovini. Uchovi 2 million 500, 3 million atrofida. Optim narxi 2 million 200 shahar ichi dastlabkilari bilan. Xullas bitta olganga ham 10 ta olganga ham 2 million 200 ming so'mni optim narxi. Ha, shahar ichi dastlabki qilib berilaveradi, ha. Gap yo'q. Boshqa viloyatlarga kelishiladi. Kelishiladi. Chiroq qilib o'rab, upa-o'pcha qilib chiqaramiz. Lekin aka sifatiga umuman gap so'z bo'lishi mumkin emas. Haqiqatda kachествоsi zo'r chiqqan. Xo'p, keyingilarga. Bular anjan fason, oyog'i sal oyoqqa chiqqanlar. Bu razmerlari kattaroq bo'ladi, 3 talik. Bular yangiliklar ekan, ha, yangi fason, anjan fason ko'rkamroq bo'ladi mana, bismillah. Lekin zo'r. Ham ikki ochiladi mana. Eshiklarigacha ochiladi. Bu uchovi mana bo'ladi. Bu. Bu uchovi bitta kam. Uchovi bitta, tadiya ham bitta. Tagidagi menimcha 4 talik. Ha, tadiya 4 talik, ha. 3 tasi oldiga ochiladi, bittasi tepaga ochiladi mana. Yana bu sondig'ini oldi ochmasi. Ammo to'shak radioni. Bular sondig'i bo'lsa ham oldiga ochiladi. To'rov necha metr joyga tushadi aka? To'rovi uka 430 joyga tushadi. 430 joy. Ustaliklarimiz 3 metr joyga tushadi. Xo'p, tepadagi menimcha akril ekana. Akril, ha. Aka, birinchi tepadagi akril narxini aytaylik. 2 million 500 ming so'm shu 3 tasi. 3 tasi 2 million 500. Xo'p, bu MDF'larimiz 2 million 700 ming so'm 3 tasi. 2 million 700 ming so'm. Tagidagi 4 taliklarimizchi? Ular 3 million 600 ming so'm to'rov. 3 million 600 ming so'm. 4 tali hisobiga. Mana fasonlari ham bor. Toshkent fason deyiladi. Bular ham shahardorga eng ko'p ketayotganlar. Bular necha puldan aka? Bor, 3 tasi ana MDF'liklar 2 million 300 ming so'mga hisob chiqadi mana shu. 2 million 300. Mana akrillar 2 million 500 ming so'm optimdan hashtaqa. 200 ming so'm qo'shilib qiladi, ha. Hop, bularimiz. Bular turetskiy fasonda misol hamma rangida bor. Xolasa mana qilib qilib beramiz. Xolasa mana high-tech fason. Xudo xolasa sotish maqsadi yo'lida bo'ladi. Gap yo'q. Endi telefon qilasiz yana kelishib. Xudo xolasa, fatinga qo'yadiganlarimiz ham chiroylilari bor. Buni ochib ko'rsatganimizmi? Xudo xolasa, yo'l olasiz. Xo'p.
Hozir 1 2 3 4 5 qator ekanda bu hozir. Ish nihoyatda sifatli. Sifatga gap yo'q aka. Sifatli. Bu patga qo'yganimiz necha bu patsta? Patinga qo'yadiganimiz 550 ming so'm shahar ichida dastlabki qilib beramiz. 550 ming. Buni ham har xili bor. 400 mingga ham bor, 500 ga, 600 ga o'ziga qarab. Telefon qilinsa rasmlarini tashlab beramiz. Xudo xolasa chiroyli qilib beramiz. Narigi tomonga o'tib ishlarimizni ko'rsatamiz. Bularimiz qanaqa aka ular? Bularimizni narxasi 3,5 million kam bor deymiz. Hop, bozorda realni necha pul sotilyapti Mana hozir? shular 2 million 800, 2 million 600 atrofida sotilyapti. 2 million 600. Oxirgi narx 2 million 600. Uchoq bolasi oldiga ochiladi mana. Enasi katta bozorda eng oldi sondig'i, eng chuqur. Chuqur qilib ishlangan. Ha, bular xudo xolasa baquvvat ishlar bular mana. Gap yo'q. Aka zo'r chiqdi. Lekin mana mahsulotlarning sifatiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, O'ta cho'tki xudo xolasa. Xo'p, buni narxini aytdik, keyingilarimiz. Bular ham mana shu 2 million 600 atrofida akril bular. Xudo xolasa artibat to'g'radi, materiali toza. Bular aka xudo xolasa agar yaxshi xizmat qilsa u Ucha mana kiromchalarimiz ham hali qimmat apparatda bosganmiz, qo'lda emas xudo xolasa. Ha, PVX kiromcha bosilgan. To'shak radionlarda ham mashinlarga afsala qilingan mana. Ish nihoyatda chiroyli, ikki eshik ochiladi mana. Yana buni xohlagan rangingizda bor, oqi bor, qanaqa charishtirgan hamma svetidan bor. Bular ham yangili ranglar. Yangili, ha. Yangili ranglar zo'r chiqib qo'yibdi lekin. Konkret svet. Bularimiz mana shu Qaymoq, oq. dedingiz. 2 million 600 ming so'm bular. Bular rangi o'zgarsa, narxi o'zgarmaydi ekan. Ha, shunaqa. Bu ham 2 million 600. Ha, shunaqa. Akril, bu maloshnisi bu. Maloshnisi. Akrillar 2 million 600 dan ekan. 2 million 600 ming so'm shahar ichida dastlabkasi bilan. Shahar ichida dastlabkasi bilan. Xo'p, buni guli mana har xil anaqadasi bor. Ha, gullar o'zgarsa ham Ha, narxi o'zgarmaydi. o'zgarmaydi. Bular ham shularning assortimentida ekan, faqat gullarda farqi bor ekan. Xo'p, gap yo'q. Aka, Mana bittalik sondiqlarimizdan ham bor. bittalik so'rab qo'yganlar. Bittalik so'raganlar. 1 million 200 kami bor deb 1 million sotyapmiz, 1 million. 1 million. Shahar ichida dastlabki qilib beramiz 1 million ishida. Agar yakka sondiq olaman deganlarga mana bor. Bu aka keling, mana shu patinka qo'yadiganni ham bitta ko'rsataylik. Bu sal arzonroq variantmi bu qanaqa? Bu o'rtachasi. Mashinasi 500 ming so'mligi. 500 ming. 500 ming. Bu g'aladonlari ham bor buni tepasida mana bismillah. Qonlarigacha bor. Ha. 500 ming so'm shahar ichida dastlabkasi ichida bu ham MDFli. Onlardan olsa yaltirlaydi mana. Salapani o'zida turibdi mana. Ha, salafan chiqarib. Ha, salapani chiqarsa yaltirlaydi. Buni mana variantlari bor mana. Ikki eshik ochib olgan. G'aladonsiz holatda. Endi bu sondig'iga moslab, hamma sondig'iga moslangan bular. Oq sondiqlarga patiga qo'yadigan. Qilishib, sondiq javon oladigan bo'lsa, patiga qo'yadigan patstavka kerak desa, rangiga moslab qilib chiqarib beraveradi. Ashaqa o'zining anaqasi bor. Mana bu turist fasonning oxirgi modeli mana shu. Bu ham zo'r. Skromniy, eng plastik, o'ta chiroyli. Gap yo'q. Bularimiz necha pul aka? 2 million 200 ming so'm xudo xolasa bular. Dastlabki fasollarimiz 2 million 200 mingdan chiqaveradi. Misol gul o'zgarsa, anaqalar o'zgarsa, fason o'zgarib qolsa, narx o'zgarmaydi. Narx o'zgarmaydi. Bir xil narxda chiqarib Bir xil beriladi. narx xudo xolasa. Asosiysi qilingan ishlarning sifati zo'r. Garantiya beriladi. O'zi mana aka realniy videoda ham ko'rinyapti. Gap yo'q chiqqan ishlar. Xo'p. Yana ko'rsatadigan ishlarimiz bormi yoki bo'ldimi? Mashina patinga qo'yadiganlari bilan bir xil mo'lali oling-da. Bularni ko'rsatadigan akrillarniki. akilliga moslangan. Akrilga mos. Mo'lali oq krashinli mo, turist fasonlar. Turetskilarga tushaveradi bular, ha? Shunaqa. Xudo xolasa kelishtirib beramiz, ha. Kelishtirib berilaveradi. Kelishtirib beriladi. Sababi bizda sotish birinchi o'chiribdi. O'zimizning mehnat, hali olib sotar emasmiz, o'zimiz qilganmiz. Birinchi qo'l optim ishlab chiqarish joyi, bozor, kelmoqchi bo'lganlar ham sizga telefon qilib, realni shu joydan aytilgan narxlarni olib chiqib ketsa bo'laveradi. Xudo xolasa yo'lida qilib beramiz, yana ham. Chiroq urintirmay o'zimiz olib beramiz ishlarimizni, go'zal qilib. Ne'matullo aka, ishlarga omad aka. Xo'p, rahmat, sog' bo'ling, sizga ham rahmat aka.